Assalomu alaykum, Chorva biznes kanali hurmatli kuzatuvchilari, hammaga xayrli kun. Bugun chorvachilikka oid ma'lumotlardan, xo'p, yozgi kunda eng katta muammo pashsha, qora pashsha va chaqar pashshalarga, hasharotlarga qarshi dorini tayyorlashda jarayonni ko'rsataman va sizlarga ham shuni tavsiya etaman. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, o'zing yaxshi ko'rgan narsani birodaringga ham ilinmaguninggacha va ham ko'rmaguninggacha haqiqiy mo'min bo'lmaysan degan ekan. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha sizlarga ham ilindik. Shu narsani qilsanglar, xudo xolasa pashshalardan oson qutulasizlar. Foydasi esa xudo xolasa xursand bo'lamiz sizlarga. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, idish, oddiy bo'sh idish. Xo'p, bunga 1 litr suv, oddiy suvimiz, 1 litr suvni quyasizlar. Hozirgi kunda har xil dorilar chiqqan, o'zingizlar bilasizlar, sizlar ham ko'pchilik ishlatgandir. Hali xitoylik chol bor. Uni tavsiya qilmayman, sababi atrofdagi butun borki pashshani hasharotni to'plab oladi ekan. Bu pilisos deydi ekan. Hamma atrofdagi pashshalarni buni hidiga chaqirib oladi ekan. Hammasi kelib oladi ekan, molxonaga to'lib ketadi. Shuning uchun buni tavsiya qilmayman. Lekin o'ltiradi, u ham yaxshi effekt beradi, lekin chaqirib tortaveradi ekan. O'laveradi, yana kelaveradi, shunaqa ekan. Ikkinchisi bo'ron. Bo'ron ham yaxshi effekt beryapti. Lekin eng oxirgi chiqqani, eng yaxshi versiya Fly X degani kelibdi. Yaqinroqdan ko'rsating. Telefoningizga bitta screenshot qilib oling, qadrdon. Xudo xolasa, zotga kirib ko'rsatsangiz, sizga foydasi tegadi. Mana shundan yangi chiqqan Fly X degan dorimizdan bering deysiz. Donasi 10 ming so'm ekan, pachkasi arzon. Xudo xolasa, hamyonbop narsa. Oddiy tayyorlanish jarayoni ham. Xo'p, 1 litr suvga shu ikkita pachka chiqadi ichidan. Ikkala pachkani tenglaniga solib aralashtiriladi. Ikkovi ham bittada qo'shib yuboriladi, xudo xolasa. Bu pichoqda ochiladigan ekan, pauza qiling. Xo'p, qadrdonlar, bu pashshani o'ltirib yormasak nima bo'ladi degan savollar ham bo'lishi mumkin-da. Endi bu ish nima bo'lmaydi, bir dunyoni o'zgartiradigan narsa emas, buni o'lishi ham, yo'q qolishi ham. Lekin zarar kulanda hisoblanadi-da. Bu zarar kulanda hisoblanadi. Bu kasallik tarqatuvchi, infeksiyani, virusni tarqatuvchi hisoblanadi. Eng katta tarqatuvchi narsa mana shu pashsha bo'ladi. Kasal moldan qo'nib, sizga molingizga o'tsa ham, yokida u yerdan bu yerdan qanaqadir kasalliklarni olib keladi, viruslarni olib keladi. Ularga kalon foydasi yo'q. Ziyoni bo'lsa borki, foydasi yo'q. Shuning uchun o'ltirib yo'qotish kerak. Xo'p, ikkinchisi mana. Birinchisi qizil chiqdi, ikkinchisi oq idishda. Ikkovini ham mana bittada qo'shib olyapmiz. Bu aka-ukalar, yana bir marta qaytarib o'taman. Yaxshilab ko'rib olinglar, ulgurmagan bo'lsanglar screenshot qilib olinglar, videoni qayta ko'rib. Fly X degan dorimiz xitoylik cholga o'xshab hid chiqarib, atrofdagi hasharotlar o'ziga chaqirmaydi yoki boshqa nimalarga o'xshab hali ta'sir kuchi past emas. Effekti eng kuchli hozirgi kunda effekti. Asosan eng global muammo qora pashshada akalar, to'g'rimi? Hammada ham to'lib ketyapti, molxona to'lib ketyapti. O'zim ham mana jonga tegdi. Xullas hammasini ishlatib chiqdim. Endi oxiri shunga keldik. Mana xullas buni ham bir ko'rsating. Ishlatdik bundan ham. Hali xitoylik chol bor-ku. Ana shu xitoylik cholni rasm bor nimadan doridan ham ishlatdik, lekin effekti bo'ldi. Lekin pashsha hali ham ko'p-da. Atrofdagi pashshani o'ta o'ziga tortib oladi ekan. Shuning uchun mana shuni tavsiya qilaman aka-ukalar. Xo'p, soldik. Mana shuni endi yaxshilab iloj bo'lsa cho'pay bilan aralashtirib qo'yamiz buni. Yaxshilab aralashtirasizlar. Baklashkaga hali furizator bor-ku, shundan bitta solinadi. Xo'p, mollarni ustiga, atrofiga, tuyoqlariga, yon pashsha qo'nadigan atrof joylariga imkon qadar oz yetmaydigan. Yetsa ham ziyoni yo'q ekan, shuni hisobga olinglar. O'zini yalaydi-yu mol. Bundan ham ziyon qilmaydi, hech qanday zararli nimasi yo'q mol uchun. Imkon qadar atroflariga sepib chiqasizlar, pashsha qo'nadigan joylariga sepib qo'ysanglar, xudo xolasa 1 haftagacha ta'sir kuchi bor ekan. 1 haftagacha foyda qiladi ekan, yalasa shuni o'laveradi ekan. Keyin yana chaqirish xususiyati yo'q buni. Eng nimasi hidi yo'q buni. Pashshani o'ziga tortmaydi, jalb qilmaydi. Qo'nsa, yalasa o'laveradi. Xudo xolasa video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like deb bosib, tanishlarga, chorvador, o'zimizga o'xshagan aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar. Mahalladosh, qarindosh gruppalarga ham tashlab qo'ysanglar, kimgadir foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, qadrdonlar. Videoga like bosinglar, video davomida xudo xolasa sizlar uchun go'zal shvetimiz bor, uni ko'rsatamiz endi. Yoqsa, aloqaga chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin. Assalomu alaykum, Chorva biznes dunyosi. Hammaga xayrli tong. Bugun 2026-yilda 9-iyun sanasi. Hafta kuniga seshanba Andijon Oltinko'l tumanidan gapiramiz. Toza savayskiy shvet so'raganlar bormi? Oldingi videolarimizda sotilib ketib qopti, menga yetmay qoldi deb kutib turganlar, zo'ridan chiqsa olaman deb turganlarga mana qadrdonlar, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, zo'ridan boqinglar, xudo xolasa 2-3 tani foydasini qilaveradigan. Kelajagi bor narsa. Bo'ylari 1.30 ga yaqin qadrdonlar. Hop, hali kurak tish chiqarmagan 1,5 yoshlik bo'zak. Sog'ligi, yeb ichishiga 1 hafta garantiyasini beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz besplatni. Kindiylarni qaranglar, sasuglar qaranglar mana. Idishlar ham zo'r. Xudo xolasa kelajagi bor. Yuzidan nur taraladigandan nima? Bah, bu yoqqa. Va joning sog'ugi. Olgan odam xudo xolasa maza qiladi. Olgandi uyga, olmagandi tushiga kiradi deydi-yu. Shunaqasi. Jayronga o'xshab turadigandan, aka-ukalar gerdayib turadigandan. Xudo xolasa kelajagi bor. Hali kurak tish chiqarmagan aka-ukalar kelajagi bor. Hali ancha o'sadi bu mol. Hozirgi holatiga 1.30 ga yaqinlashyapti. Hali bo'zak. Xo'p, ostidan qaranglar, taglarni tutamdan ko'ringlar.
Joningiz sog' bo'lsin. Hali tagi oq bo'ladi-yu, hammasi ham oq yelin bo'laveradi. Endi oppog'i boshqada baribir mana. Idishlarni ham qaranglar, qadrdonlar. Buni ertadan kelgan olgan odam sigir qilaman deb oladi-da, buni birov mingani olmaydi yoki bo'lmasa eksponat qilmaydi. Ming go'zal bo'lgan bilan tagi zo'r bo'lsin. Hisob ertaga buni olishdan maqsad sigir qilib, buni sut qatig'ini ichish kerak, yaxshi rezultat qilish kerak. Shuning uchun munoazirlar tagi yaxshi bo'lishi kerak ukalar. Mana shu xudo xolasa kunlikkacha yelin soladigan mol bo'ladi kelajakda. Xo'p, yosh oyliklarni aytdik. Buqa talab bo'lib o'tib ketdi. 3 kun bo'ldi aka-ukalar, buqa talab bo'ldi, o'tib ketdi. Biz buqaga qo'yib ulgurmadik. Endi o'zingizlar yana 15 kun, 18 kun oralig'ida xudo xolasa buqa talab bo'lsa, yaxshi buqaga qo'yib sigir qilib olinglar. Xudo xolasa baraka topasizlar aka-ukalar. Oyoq qo'lni tikkaligiga alohida e'tibor beringlar mana. Ushlab turaman. Qimirlatmasdan kamerani mana oyoqda tikkaligiga aka-ukalar. Tuyoqni uchida turadi. Toza stakan. Toza stakan tuyoq. Tuyoqni endi turganini ko'ryapsizlar o'zingizlar mana. O'n qaranglar, voy joning sog' bo'lgur. Buqa talab bo'lib, uje kuyikka kelib o'tdi. Endi yana xudo xolasa talab bo'lgan zahot qo'yib qo'yinglar aka-ukalar. Yaxshi sigir bo'ladi, xudo xolasa bolani ham yaxshi beradi. Xo'p, sog'ligiga bitishiga garantiyalarni beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalari bilan aka-ukalar 30 million so'm kami xayri bor. Kelishiladigan joyi bor. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishiladigan joylarni kelishamiz. Asosiysi mana shu aka-ukalar. Tagi yaxshi bo'lsin, yaxshi sigir bo'lsin. Boqishdan maqsad yaxshi rezultat qilish. Joninglar sog' bo'lsin aka-ukalar, aloqaga chiqasizlar, kelishamiz xudo xolasa.